Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Bugun 1-mart sizlarga mashina bozoridan Sam Avto brend sizlarga Nexia 1, Nexia 2 mashinani ko'rsatib boraman. Sizlarga variantga har xil turdagi mashinalar bo'ladi. Yuqorida Telegram, Instagram kanalimiz bor. Shularga kirib podkastda bo'lsangiz, ularga ham yaxshi avzorlardan bo'ladi, yangi videoroliklardan bo'ladi. Sizga yaxshi kayfiyat tilagan holda biz videorolikimizni boshladik. Rahmat hurmatli podpischilar, sizlar uchun Nexia 1 yili 1998 ishlab chiqarilgan, motori son stramblyor, metan o'rnatilgan, holatchasi yaxshigina, tetikkina, balon holati marhamat. Salon ichki qismlari marhamat. Poliklari bor, gidrolika rul, holatchasi yaxshigina, tetikkina turibdi. Aka, mashina qayerdaki aka? Pastarg'om Jumani. Mashina Pastarg'om Jumaniki ekan. Metan nechtalik aka? 90 talik. Metan 90 talik ekan. Probeg qancha aka? 5 kruglar yurgan. Kraskasi qanday aka? Bor kraskasi. Kraskasi bor deb aytibdilar. Narxi qancha taqalgani? Taqalgani 24 million bo'lsa berib. 24 million bo'lsa berib yuboramiz deb aytibdilar. Bundan arzonroq bo'lmaydi kelish. Variant Viku barter bormi aka? Faqat narxga deyaptilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 91lik 030 47 27 aloqaga chiqasizlar. Hurmatli podpischilar uchun Nexia 2 2015-yilda ishlab chiqarilgan, motori gibrid. Metan gazlari bor, o'rnatilgan, holati yaxshi, ideal holatda. Balon qismlari marhamat. Salon ichki qismlari abshat qilingan, poliklari evakor, eski Gentra audio sistema o'rnatilgan, orqa holati. Tonirovka urilgan. Aka, mashina qayerdaki aka? Buxoroniki aka. Qayerda kraskasi bor? Zanglari olingan eshiklarning bir joyida aka. Eshiklarda zanglari olingan deb aytibdilar. Probeg qancha aka? Probeg 139 ming aka. Probegi 139 ming yurgan ekan. Bo'ladigan taqalgan nech bo'l aka? Aka 4,5 deyapsiz. 4 mingga bo'lar yo'qmi aka? Bo'ladi. 4 ming aka, bilmasam endi. Qancha taqalgan? 4300 aka. 4300 deb aytibdilar. Variant barterga bormi? Yo'q aka, narxga. Faqat narxga deb. Ya'ni 1 oylik turamiz. Xo'p. Telefon nomeringizni aytasizmi? 99lik 99lik 069 069 96 96 36. 36 aloqaga chiqasizlar. Hurmatli podpischilar, sizlar uchun 2019 ishlab chiqarilgan Nexia 3 motor holatlari marhamat. 4-pokoleniya gaz o'rnatilgan, akkumulyatorlari yangi. Balon qismlari marhamat. Salon ichki qismlari marhamat. Luks poliklari bor, chiqonlari bor, mashina avtomatda, orqa qismlari marhamat. Akasini ochasizmi aka? Orqa qismlari marhamat. Propan gaz o'rnatilgan. Kraskasi qanday aka? Kraska bor. Ikkita joyda tamom. Bir ikkita joyda fitnasi bor ekan. Mashina qayerdaki? Pastarg'om Jumani. Mashina Pastarg'om Jumaniki ekan. Probeg qancha aka? 2 krug yurgan deb aytibdilar. Narxi qancha? 8 ming deyapmiz. Undan arzonroq bo'lmaydimi aka? Ha, bironima o'tamiz. Bironima o'tib beramiz deb aytibdilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 99lik 99lik 281 281 93 59 93 59. 59. Variant Viku barterga bormi? Yo'q, faqat narx. Faqat narxga deb aytibdilar, aloqaga chiqasizlar. Hurmatli podpischilar, sizlar uchun 1998 ishlab chiqarilgan Nexia 1 motorning Sons propan gazlar o'rnatilgan. Balon holatlari marhamat. Salon ichki qismlari, luks, poliklari bor, chiqonlari bor, audio sistemasi bor, orqa holatlari marhamat. Mashina qayerdaki aka? Mashina Ishtiqonniki ekan. Propan gaz nechtalik aka? 65 lik propan gaz o'rnatilgan bor. Probeg qancha aka? 4 kruglar yurgan ekan probegi. Pulchi qancha aka? Naqd bo'ladigan aka? Bo'ladigan naqdda dangalga 27 bo'lsa beradi. Undan arzon bo'lmaydimi aka? 26 larga ham bo'ladi. 26 mingga Nexia 1 deb aytibdilar. Bo'ladigan 26 ming ekan. Telefon nomeringizni aytasizmi? 77lik 77lik 185 185 49 47. 49 47. Variant Viku barterga bormi? Bor. Bor deb aytibdilar. Telefon qilasizlar. Sog' salomat bo'ling.
hurmatli podpischkalar, sizlar uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 motori qanaqa aka? Chista Sons motor deb aytibdilar. Metan gaz o'rnatilgan. Motor xatolar qanday? Yaxshi zo'r holatda ekan. 4 ta yangi balon o'rnatilgan Espero kalpaklarida. Maramat salon ichki qismlari, chiqolari bor, ruli gidrolika, audio sistema, arqa holati maramat. Bitta bagaj ochib o'rasizmi aka? Metan nechtalik aka? 80 talik. Metan 80 talik ekan, zaposka balonlari bor. Yaqinda qo'yilgan deb aytibdilar. Mashina qayerdagi aka? Mashina Ishtixonniki ekan. Telefon nomeringizni aytasizmi? 93lik 326 08 98. Probeg qancha aka? 3,5 krug yurgan ekan. Variant barterga bormi? Bor deb aytibdilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Men hurmatli podpischkalar, sizlar uchun Nexia 1 yil 2007-yilda ishlab chiqarilgan Lux konditsioner ekan. Motor holatlari Sons ekan. 3-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan. Holatchasi yaxshi, tetikina ekan. Balon holatlari maramat. Salon ichki qismlari Lux, poliklari yo'q, chiqolari qilingan. Audio sistema bor ekan. Orqa holatlari maramat. Aka, probeg qancha aka buni? Probegi 2,5. 2,5 krug yurgan ekan. O'zini yurgani qarab. Ta orqasini ochib olasizmi? Metan nechalik turibdi aka? 100 talik. Metan 90 talik turibdi ekan. O'zini zaposkoy balonlarda turibdi. Holatchasi yaxshi ekan. Zang ko'targani? Aka, qayerda kraskalari bor? Kraskasi radnoy. Kraskasi radnoy, toza ekan. Puli qancha aka? 4200 deyapmiz. 4200 deb aytibdilar. Kelishtirib beramiz deb aytibdilar. Aka, telefon nomeringizni aytasizmi? 93lik 663 663 yana 63 41. Variant barterga bormi? Naqdga. Faqat naqdga deb aytibdilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Maramat hurmatli podpischkalar, sizlar uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 motor qanaqa aka? 1.6lik metan gaz o'rnatilgan. Metan gaz nechtalik aka? 100 talik ekan. Balon holatlari mana yaxshi, yangi holatda turibdi. Panirovka urilgan, orqa qismlari, salon ichki qismlari, Lux, poliklari bor, chiqolari bor. Yangilab pol yaxshi qilingan ekan. Orqa qism holati. Arkasi mana zaposka balonlari bor. 100 talik metaning bor ekan. Mashina qayerdagi aka? Payariq aka. Mashina Payariqniki ekan. Telefon nomeringizni aytasizmi? 88lik 88lik 393 393 74 74. Probeg qancha aka? 390 ming. 390 ming yurgan ekan. Bo'laga taqalgan nech pul aka? Oxiri 3700 aka. 3700 deb aytibdilar. Obunachilarimiz uchun. Agar men nomimdan chiqsa, Sam Avto brenddan 3700 ga qilib beraman deb aytibdilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 88lik 88lik 393 393 74. Aloqaga chiqasizlar. Hurmatli podpischkalar, sizlar uchun Nexia 1 2007-yilda ishlab chiqarilgan motori 1.5lik Sons gibrid motorda ekan. Gidrolika rul, mashina panirovka qilingan ekan. Balon holatlari Lux ichlari maramat, poliklari bor, chiqonlari bor ekan. Orqa holatlari, mashina ideal holatda, audio sistema. Holatchasi yaxshigina, tetikkina turibdi mashinada. Kattagina, bahaybatgina bagaj. O'zini zaposka balonlarda turibdi. 89 mingina probeg yurgan. Aka, puli qancha aka? 5800 deyaptilar. Kelishib beramiz deyaptilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 77lik 77lik 090 090 85 82. Variant barterga bormi? Naqdga. Faqat naqdga deb aytyaptilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Maramat hurmatli podpischkalar uchun Nexia 2 Jackga 2 rangda. Holatchasi yaxshi. Motorlari maramat. 3-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan. Holatchasi yaxshigina ekan. Balon holatlari maramat.
Salon ichki qismlari, poliklari bor, chuqurlari bor, arqa qismlari, monitor o'rnatilgan, maromat. Holatchasi yaxshigina ekan. Aka, taqasini ochib o'rasizmi, aka? Arqa holati metan ishtalik, aka? Metan ishtalik ekan. O'zini zavодской balonlari bor. Mashina qayerda aka? Mashina Dagbitskniki ekan. Probeg qancha? 217 ta yurgan ekan. Telefon nomeringizni aytasizmi? 94lik 734 22-20. Hurmatli podpischilashlar uchun 2015 ishlab chiqarilgan Nexia 2 holatchasi zo'ridan sizlar uchun ko'rsatib boraman. Propan gaz o'rnatilgan. 1.6 da motori sportivniy qilingan. Balon holatlari pol navorot qilib chiqargan Nexia 2. Salon ichki qismlari maromat. Poliklari bor, chuqurlarda, audio sistema, orqa qismlari maromat. Holatchasi zo'r. Kelbitni originaldan o'rnatilgan. Zapaskasi yo'q, o'zini tabletga gaz, propan gaz turibdi. Aka, mashina qayerda aka? Mashina Jizzaxdagi ruxsatnomasi bormi tonirovkaga? Motor hadovilari qanday? Motor hadovi yaxshi deb aytayaptilar. Aka, bularga necha pul taqalgani? Tayyor mashina ekan. 7,5 aka oxir bo'ladi. Oxiri 7,5 deb aytayapti. Bundan arzon bo'lmaydimi aka? Variant bateriyaga bormi? Faqat naqa deb aytayapti. Telefon nomeringizni aytasizmi? 88lik 920 68 telefon qilasizlar, aloqa qilasizlar. Hurmatli podpischilashlar uchun Nexia 2 yili 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Motor holatlari gibridda ekan. Metan gaz o'rnatilgan. Holatchasi yaxshi ekan. Balon holatlari, salon ichki qismlari maromat. Poliklari bor, chuqurlari bor ekan. Audio sistema, arqa holatlari maromat. Mashina qayerda aka? Mashina ishxonaki ekan. Metan nechtalik aka? Metan 90 talik ekan. Zapaska o'zini balonlarda turibdi. Maromat, arqa holatlari. Aka, probeg qancha? Probeg 2 kg ekan. Telefon nomeringizni aytasizmi? 99lik 693 0087 ekan. Variant bateriya bormi? Kelishamiz deb aytib. Kraskalari qanday? Kirashga 15-20%. 15-20% kraskasi bor ekan. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Hurmatli podpischilashlar uchun Nexia 2 yili 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Motori 1.6 da 3-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan. Lux konditsionerlari bor ekan. Qayerda kraskasi bor aka? Ikkita kirloda, qaporda bir qaraj kraskasi bor ekan. Balon holatlari yaxshigina turibdi. Salon ichki qismlari maromat. Juda ham yaxshi holatda turibdi. Gidravlika rul, audio sistema, chuqurlari bor, polliki bor, arqa holati. Mashina qayerda aka? Mashina Bulung'irniki ekan. 100 talik metan gaz bor, o'rnatilgan. Zapaska balonlari turibdi. Orqa holatchasi ham yaxshi ekan. Olasiz, mazza qilib minadigan joy ekan. Probeg qancha aka? 187 ming pul yurgan ekan. Pulichi aka narx bo'ladigan. 5800 kelishtiramiz. 5800 kelishtirib beramiz deb aytayaptilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 90lik 90lik 477 477 0202. 0202 telefon qilib aloqaga chiqasiz. Hurmatli podpischilashlar uchun Nexia 2 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Motor holatlari 1.6, 3-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan. Lux konditsioner. Holatchasi yaxshi, radnoy kraskalarda ekan o'zini. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Tonirovkasi bor. 4 oy ruxsatnomasi bor ekan tonirovkaga. Salon ichki qismlari maromat, lux, polliklari bor, chuquri yo'q, orqa holati. Audio sistema maromat. Maromat, arqa holati, zapaska balonlarda turibdi.
Aka metan nechtalik aka? Metan 90 talik ekan. Mashina qayerniki? Mashina Bulung'urniki ekan. Probegi qancha? Probegi 120 ming. Probegi 120 ming deb aytayaptilar. Telefon nomeringizni aytasizmi? 99lik 99lik 193 193 72 72 22. 22 taqalgani nech pul aka? Kelishtiramiz. Telefon qo'yaversin 6200 deyapmiz. 6200 deb aytayaptilar. Kelishib beramiz deb aytayaptilar. Variant barterga bormi? Naqd. Faqat naqd deb aytayaptilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar.